Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Farg'ona viloyati Quva tumani Xonobod mahallasidan Zobir Fadila Firuzxonman. Ayni paytda Farg'ona shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Bugun sizga inson qadri uchun shiori ostida amalga oshirilayotgan islohotlar, biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar uchun tashakkur etmoqchiman. Aynan shu imkoniyatlardan foydalanib, o'zim xalqaro IELTS imtihonidan 8 ball, SAT imtihonidan 1540 ballni qo'lga kiritdim. Va bugun siz bilan eng quvonchli yangilikni ulashmoqchiman. Yaqindagina dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biri bo'lgan va siz nutqingiz davomida bir necha bor ta'kidlab o'tgan Garvard universitetiga qariyb $400 ming, ya'ni 100% grant bilan qabul qilindim. Va yana bir niyatim bor, xuddi Dalir aytgandek, Nobel mukofotini olishni o'zimga maqsad qilganman. Nobel mukofotini olgan kunim aynan Nobel nutqimni o'zbek tilida so'zlamoqchiman. Yana bir bor sizga biz kabi yoshlarni orzulariga qanot berganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Doim sizning ishonchingizni oqlashga, keyingi Farg'ona bo'lishga va'da beraman. G'urur, iftixorim, qanotim bo'lgan mana shunday qizlarim bilan ko'rishib turganimdan men g'ururlanaman. Men sizni eshitib juda xursand bo'ldim. Men sizga ishonaman. Mana natijasi prezident maktabidagi sharoitlar, imkoniyatlar, muhiti boshqa yerda. Birinchi qaldirg'ochlarim sizlar. Garvard universitetiga 100% grantga kirish bu degani o'zbek millati nimaga qodir, o'zbek qizi nimaga qodir ekanligidan dalolat. Oligohlarda qamrov 9% edi, hozir 42% dan oshgani, bilimli xalq, madaniyatli xalq ertaga o'z yo'lini baribir topadi. Nimaga desangiz, bizni tanamizda buyuk bobolarimizni qoni bor. Ana shunga munosib ish qilyapmiz. Bu yo'limiz to'g'riligidan dalolat. Amerikaga borganimda albatta men siz bilan ko'rishaman. Sog' bo'ling. Rahmat katta.